Assalomu alaykum Alisher aka. Avvalo futzalga qiziqishingiz qanday boshlangan? Necha yoshlardan shug'ullanasiz? Alaykum assalom. Men Abdullayev Alisher 1976-yilda tug'ilganman. Xudo xolasa keyingi yilga 50 yoshga to'laman. Futzalga shu ochilgandan beri qiziqaman. Ya'ni 2023-yilda Yambolda boshlangan. Yambolda ham qatnashganman. O'tgan yili paxtachilikda qatnashdim va bu yil mana futzalda o'sha jahon chempionati bo'lgan joyda mana muhit zo'r, shu joyda bir qiziqish bo'lyapti. Shu yoshgacha futzal o'ynashingizga bo'lgan odatingizni nima aynan Bu narsani siri yo'q. Qandaydir mayerda bir o't borda, haligi kimdir yoshi katta bo'lib, haligi nima desam bo'ladi. O'sha bu narsalardan yiroqlashadi, menda naborot menda bu narsa yonib bormoqda va qiziqishim ortmoqda va shu mutasaddi xodimlardan har doim so'rab turaman, qachon yana boshlanadi, qachon bo'ladi deb. Ukam Nohidbek degan ukamiz bor. Ukamga katta rahmat. Aka bo'ldi, mana boshlanadi, tayyormisiz dedi, tayyorman. Xudoga shukr, mana o'ynab shu anaqalarga erishdik-da. Hozirda jamoangiz bilan qanday natijalarga erishmoqdasiz? Hozirda jamoalarga yaxshiman. Hozirda men Mumtoz komandada asosiy varadorlardan biriman. Shu yerda zo'r ukalarim bor. O'zimizda guruh ochganmiz. 35 ta ukalarim bor. Ya'ni 35 ta. Bitta guruhda 35 ta bo'lsa, ichida men ham borman. Eng kattasi menman. Hammamiz bir-birimizga hurmatdamiz. Har chorshanba shu bitta arenada o'ynab turamiz. Malaka oshirib, ya'ni shu keyingi futzalga yana malaka oshirib turamiz. Dinamolarda ham o'ynab turamiz katta varatada. Shunaqa. Joriy mavsum eng qiyin va eng esda qolarli o'yin qaysi bo'ldi? Menga Tornado bilan bo'ldi. Tornadoda birinchi davrada ham, ikkinchi davrada ham Tornado bilan maza qildim. Shunaqa bir seyflar qilib, yana keyingi anaqani kutmoqdaman. Keyingi futzal chempionatini. Sizdan yosh futzalchilar qanday tajriba o'rganishyapti? Xo'sh, jamoa a'zolari bilan To'g'risini aytsam, mana shu joyga yaxshi savol berdingiz. To'g'risi men yoshlardan o'ynab maza qilaman. To'g'risi nimaga desangiz, men har bitta shu o'yinni boshlanishidan oldin so'rashib o'tadi-yu haligi. Salom-alaykum qilib. Shunda har bittasiga ermasdan aytaman, ukalar, orada uzoqroqdan tepsizlar deyman. Men shu udar tepganni yaxshi ko'raman to'g'risi. Yosh kattalarda udar jicha kamroq bo'ladi menimcha-da. Yoshlarda ko'proq udar bo'ladi. Shu udarni yo to'sib maza qilaman, yo o'tkazib maza qilaman. Shu meni eng katta anaqam. Kayfim deydimi, nima deydi? yosh o'tishi bilan o'yin uslubingizda qanday o'zgarishlar bo'ldi? Yosh o'tishi bilan hozir aytdimmi, aytmadimmi? Menda naborot aytyapman-ku. Men naborot yosharib boryapman. Xudoga shukr. Qandaydir bilmayman. Shu sog' salomat bo'lib tursam, travma bilan olmasam, 60 yoshgacha o'ynasam kerak. O't bormaydi. O'yindan oldin o'zingizni qanday tayyorlaysiz? Ya'ni maxsus motivatsiya. Maxsus motivatsiyalar bor, zo'r muzikalarni qo'yib, anaqa qilib, haligi nima desam bo'ladi. Hamma o'zining anaqasi bor-ku. Hech o'zini motivatsiya qilmasam bo'lmaydi. Maqsad shu yerda shu kichkinalarda yoshi komandamda hali hijolat to'plamaslik. Kelajakda endi futbol nazarda gapiryapsiz. Aytyapman, Xudo xolasa yana bir niyatim 60 yoshgacha o'ynash, Xudo xolasa. Shu ungacha murabbiylik, qaysidir bir komandaga bir sponsorlik qilib, kerak bo'lsa, shot kattaroq bo'lsa, ehtimol yana o'zim turishim mumkin. Yosh futzalchilarga qanday maslahatlar berasiz? Ularning muvaffaqiyatga erishishi uchun eng muhim narsa nima bo'ladi? Yoshlarga birinchi maslahatim
Men mana ko'rib chiqdim, mana o'ynadik. 16 marta o'ynadik mana bitta tur anaqada. Ikkita davrada 9 ta jamoa bo'lsak, birinchi tartib intizom deb bilaman. Ilk kelgan ish o'yinga mas'uliyatli bo'lish kerak, yurakdan o'ynash kerak. Unaqa birali keldingmi, hali kelay unaqa registratsiya uchun u menimcha yaxshi emas. O'ynashga keldimi, yurakdan o'ynash kerak. Shu muxlislar ham bilsin, shu xato qilyaptimi, baribir haligi yurakdan o'ynayotganini sezdirish kerak. Kerak bo'lsa mana o'yinda aytdim, o'ynamaysizlarmi deb ko'p og'zim toldi bu anaqalarga. Endi shunaqa ekanda. O'zbekistonda futbolni rivojlantirish uchun qanday o'zgarishlar kerak? Bu narsani ko'p qilish kerak. Chempionatlarda ko'proq uyushtirish kerak. Meni anaqamda shu yerga urg'u berib o'taman. Viloyat hokimimizga katta rahmat, Shuhrat Xo'jaboyevga va o'z yo'lda federatsiya boshlig'i Bezod Karimovga va shu mutasaddi xodimlar Shakili, Nohidbek ukam. Shularga katta rahmat. Shular mana shu jonni jabborga berib, haligi harakat qilib yuribdi, sezilyapti. Futboldan tashqari bo'sh vaqtingizda nimalar bilan bandsiz? To'g'risi, futbolda tashqari tennisga boraman, suzishga boraman. Keyin mana Andijonda Dinamoga chiqib yugurib turaman. Keyin ancha munchasi qila olmagan, endi uzr, maqtanish emas. Kankiga boraman, muskankiga. Muskankida maza qilib uchaman. Bu ham bitta zo'r qilingda kardio deb qo'yadi. Jamoa a'zolaringiz va muxlislarga qanday minnatdorchilik bildirasiz? Jamoa a'zolarimga katta rahmat. Mana zo'r o'ynadik, Xudoga shukr, mana 5-o'rinda oldik. Muxlislarga keladigan bo'lsak, muxlislarga ham gap yo'q. Shu Gumbazli bitta akamiz bor. Shu akamiz hamisha golkiper deb motivatsiyalar berib turadi. Men xursand bo'ldim. Bu akamizga alohida katta rahmat va qolganlarga kerak bo'lsa mumtoz komandam, jamoamdan ham kelib muxlislik qilishdi. Ularga ham katta rahmat.